Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi fanimiz akademik ko'nikma va kasbiy komanditlik fanining 3-mavzusi ilmiy tadqiqot yo'nalishini tanlash va ilmiy muammo. Ya'ni bu mavzuda 3 ta rejani ko'rib chiqamiz. Muammo tushunchasi va uning mohiyati. Ikkinchi rejamiz ilmiy muammo. Uchinchi rejamiz muammo va uning ilmiy tadqiqot uyg'unligi haqida gaplashamiz. Muammo o'zi nima? Bu muammo yechilishi lozim bo'lgan masala yoki vazifa, muammoni qo'yish hali anglab yetilmagan narsa va hodisaning mavjudligini anglatadi. Ayni vaqtda bu narsa yoki hodisa muayyan tarzda tavsiflangan, ajratilgan, ya'ni u haqda muayyan boshlang'ich bilim va mavjud bo'lishi lozim. Ya'ni muammoni aniq qo'ya olish uchun siz avvalambor u haqida bilim va ma'lum bir malakalarga erishgan bo'lishingiz lozim. Shunday qilib muammoni bilish bu alohida turdagi bilim, u bilmaslik haqidagi bilimdir. Amaliyotda ishlab chiqarish, ijtimoiy, tibbiyot amaliyoti va hokazolarda bo'ladi bu muammo va uning o'zida yuzaga keluvchi muammoli vaziyatlar ilmiy muammolarning manbai hisoblanadi. Ya'ni ma'lum bir jarayonda yuzaga keladigan muammolar o'z navbatida bu ilmiy muammo hisoblanadi. Muammo bu ilmiy muammoni qo'yish, muammoli vaziyatlarni tahlilga tayanadi, lekin bunday tahlilning o'zi bilangina belgilanmaydi. Katta va muhim muammolarning qo'yilishi fan tarmoqlarining rivojlanishini bir necha yillarga va hatto 10 yillarga belgilab berishi mumkin. Ma'lum bir muammoni qo'ya olishingiz, uni yechimiga erishish o'z navbatida fan bo'yicha 1 yilga yoki undan-da ko'p 10 yillarga ham rivojlanishni olib kelishi mumkin yoki ma'lum bir davlatning rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Olim muammoni baholashi va u shug'ullanishiga arziydigan degan savolga javob berishi juda muhimdir. Ya'ni olim bitta muammoni qo'yishi hamda u haqidagi muammo rostdan ham ma'lum bir darajadagi muammo bo'lishi lozim. Ya'ni kichkina muammo emas, u yechilishi kerak bo'lgan. Hozirgi kunda yechilsa, o'sha muammo o'z navbatida ma'lum bir o'sish darajasiga erishishi lozim. Muammoni to'g'ri qo'yilganligi deb hisoblanish uchun quyidagi bosqichlarni ko'rib chiqishimiz lozim. Bu bosqichlar o'rganilayotgan muammoning tarkibiga kiritilishi mumkin muayyan bilim, ma'lumotlar, nazariy metodlar mavjud bo'lishi lozim. Ya'ni bitta muammoni o'rganayotganingizda u muammo oldin yuzaga kelganmi, kimdir u muammo haqida nazariy va amaliy bilimlarini yozib ketganmi yo'qmi, o'shani o'rgana olishingiz lozim. Muammo shaklan to'g'ri tuzilgan bo'lishi lozim. Ya'ni muammo shaklan to'g'ri rivojlanishga olib kelinishi lozim. U ma'lum bir darajada fanni orqaga tortishi lozim emas. Muammo o'rinli bo'lishi, ya'ni uning asoslari soxta bo'lmasligi lozim. Ya'ni uning muammolarning ma'lum bir o'rganilishi va o'shani yechilishi darajasi soxta bo'lishi lozim emas. Ular faqatgina fikrlashga doir emas, amaliyotda ham qo'llay olish darajasiga ega bo'lishi lozim. Muammo muayyan darajada chegaralangan bo'lishi lozim. Ya'ni muammo bir nechta muammolarni keltirib chiqarishi lozim emas. Ma'lum bir chegarada hamda o'sha sohaning rivojlantirish uchun yordam berish lozim. Yechimning mavjudlik sharti va yagonaligi ko'rsatilgan bo'lishi lozim. Ya'ni yechim bitta hamda ularning shartlari mavjud bo'lishi lozim. Undan so'ng maqbul yechim belgilari hamda yechimning maqbulligi tekshirish usullari haqida shartli qabul qilinishi lozim. Ya'ni bu muammo bo'yicha yechim maqbul bo'lishi kerak, hamma uchun manzur bo'lishi lozim. Ilmiy muammo boshqa muammolardan farqi, u olimni haqiqiy bilim olishga yo'naltiradi. Ya'ni bu muammoni o'rganib chiqqaningizda o'z navbatida olim o'zini bilimlarini yanada takomillashtiradi va bilimni olishga yo'naltirilgan hisoblanadi. Yangi bilim olishga qarab mo'ljallanadi. Olim ongli ravishda yangilik sari intiladi. Ya'ni bitta narsani yaratish uchun, yanada rivojlanish uchun ushbu ilmiy muammoni keltirib chiqaradi hamda ilmiy muammoni yechilish uchun yordam beradi. Bu boshqa muammolardan farqli jihati, ilmiy muammoni olim o'z navbatida o'zini ham rivojlantiradi, davlatni yoki fanni ham rivojlantiradi. Metodlar
Ilmiy metod harakatlarning shunday bir usuliki, uning yordam ma'lum turdagi ilmiy vaziyatlar yechiladi. Metod haqida bilim, maxsus yo'riqnomalar, qo'llanmalar va metodiklarda ifodalanadi. Ularda harakatlarni bajarish qoidalari ta'riflanadi. Shuningdek, metodni qo'llash shartlari va maqsadlari, uning imkoniyatlari, metod yordamida erishiladigan natijalar, xususiyatlari va hokazolar tavsiflanadi. Ya'ni metod nima uchun kerak? Ilmiy muammoda ilmiy muammoni yechish uchun kerak. Ya'ni ilmiy muammoni qanday tarzda yechish, qaysi metodlardan foydalangan tarzda yechish o'z navbatida metodlar ilmiy tadqiqotda juda ham zarur hisoblanadi. Umummilliy metodlar bu oqilona fikrlashning barcha metodlari: tahlil, sintez, mafhumlashtirish, umumlashtirish, induksiya, deduksiya va boshqa, shuningdek kuzatish, eksperiment, modellashtirish, ideallashtirish kabi metodlar kiradi. Masalan, har bitta fan bo'yicha aytadigan bo'lsak, misol qilib ko'rsatadigan bo'lsak, fizika fanlari bo'yicha ko'lamlarni tahlil qilish metodi bor. O'shalardan foydalangan holda ilmiy muammoni yechishi mumkin. Biologiyada qushlarni hal qilish metodi bor. O'z navbatida ilmiy muammoni shu metoddan foydalangan tarzda yechishi mumkin. Yokida psixologiyada testlash metodi bor. Ya'ni testlash metodi orqali psixologik jihatini o'rganib, o'sha psixologik jihatdan sog'lommi, nosog'lommi, shu orqali davola olishi va qanday darajadaligini bilib turib muammoni yechishi mumkin. Sotsiologiyada anketa so'rovi metodi, ya'ni anketa so'rovi orqali qancha odam norozi yoki roziligini bilish orqali ilmiy muammoni yechishi mumkin. Ilmiy muammo har qanday ilmiy bilish muammolaridan boshlanadi. Umumiy olganda, inson bilimlarini rivojlanish jarayonida ayrim muammolarni qo'yishdan ularning yechishga o'tish, so'ngra yangi muammolarni qo'yish sifatida tafsillash mumkin. Ya'ni ilmiy muammo qachon kelib chiqaradi? O'z navbatda ilmiy bilimlarga ega bo'lgan va amaliyotda qo'llay olish jarayonida ma'lum bir to'siqlarga ega bo'lgan jarayonda o'z navbatida ilmiy muammo yuzaga keladi. O'sha jarayonda yuzaga kelgan to'siqlarni yenga olish va ularni yanada qulaylashtirish uchun ilmiy muammoni yechimlari ishlab chiqiladi. Ilmiy muammo o'z navbatida ushbu savollarga javob berish kerak. Muammoning haqiqiy o'rni qanday bo'lishi kerak? Ilmiy muammoning doirasi qanday bo'lishi kerak? Muammoning masalalari farqlari nima? Ilmiy muammolar nima uchun yuzaga keladi degan savollarga javob bera olishi lozim. Muammoni qo'yish ilmiy bilish jarayonining dastlabki bosqichi hisoblanadi. Muammoni qo'yishda avvalo ayrim holatda masala sifatida anglab yetish, qolaversa muammoning mazmunini aniq tushunish, ma'lum va noma'lum narsalarni ajratgan holda uni tasvirlash lozim. Ya'ni bitta muammoni muammoni yechish, muammoni qo'yish jarayonida ushbu bosqichlarni o'ta olish lozim. Ya'ni ilmiy muammoni qo'yish kerak va jarayonda ko'rish kerak. Dastlabki bosqichi hisoblanadi bu va ilmiy muammoni aniq, real borligini ifodalashi lozim. Ilmiy muammolar predmetga yoki protseduraga doir bo'ladi. Predmetga doir muammolar o'rganilayotgan obyektlar, protseduralarga doir muammolar esa bilim olish va uni baholash usullarini aks etadi. O'z navbatida predmetga doir muammolar empirik va konseptual, protseduralarga doir muammolar esa metodologik va baholash bilan bog'liq turlari bilan farqlanadi. Empirik muammo, konseptual muammo, metodologik muammo, baholash bilan bog'liq muammoni hozir ko'rib chiqdik. Ya'ni aytdik, predmetga nisbatan muammo bo'ladigan bo'lsa, bu empirik va konseptual hisoblanadi. Protseduraga asosan bo'ladigan bo'lsa, o'z navbatida metodologik va baholash bilan bog'liq muammo bo'ladi dedik. Buni ichlarini birma-bir o'rganib chiqamiz. O'zi nima degani empirik, konseptual, metodik, baholash bilan bog'liq muammolar nima deganini o'rganib chiqamiz. Empirik muammo bu ma'lumotlarni izlashni nazarda tutadi. Empirik muammolarga kuzatish, empirik o'lchash kabi ilmiy metodlar yordamida javob topish mumkin. Bundan tashqari yechimni topish, uning asboblarini yasash, reaksivlarni tayyorlash va hokazolar
kerak bo'lgan muammolarning empiriki hisoblanadi. Ya'ni o'sha jarayon bo'yicha masalan statistika bo'yicha ma'lum bir dastur kerak, ma'lum bir dasturiy kompleks kerak. Dasturiy kompleksni yo'qligi muammo bo'ladigan bo'lsa, o'sha muammo bo'yicha dasturiy kompleksni yaratish o'z navbatida empirik muammoni yechish hisoblanadi. Konseptual muammo nima degani? Bu ilgari olingan ko'p sonli ma'lumotlar bilan bog'liq bo'lib, ularni tartibga solish va talqin qilish, oqibatlarni keltirib chiqarish va gipotezalarni shakllantirish, mantiqiy izchillik talablariga muvofiq qarama-qarshi bartaraf etishni nazarda tutadi. Ya'ni oldingi yuzaga kelgan muammolarni o'rganish, ular haqidagi ma'lumotlarni yig'ish orqali ushbu muammo yechiladi. Metodologik muammo tadqiqotni rejalashtirish bilan bog'liq, ularni yechish yo'li bilan ayrim kelishuvlar tuziladi. Muammoni yechish, kuzatish, eksperimentlar o'tkazish tartibi aniqlanadi. Mo'ljallanayotgan konseptual proseduralar belgilanadi. Baholash bilan bog'liq muammolar bu empirik ma'lumotlar, gipotezalar, nazariyalar va shu kabilar baholash, hatto muammoning o'zi qay darajada to'g'ri tuzilganligi va ta'riflanganligi baholanishining nazarda tutadi. Ya'ni muammo rostidan to'g'ri qo'yilganmi, o'sha darajalari ham o'z navbatida baholash bilan bog'liq muammoda o'rganib chiqiladi. Muammoni qo'yishda quyidagi bosqichlarga e'tibor berish lozim. Ya'ni muammoni birinchi navbatda izlash kerak. Qaysi sohada muammo bo'lyapti, qaysi tarmoqlarda yoki qaysi obyektlarda, subyektlarda muammo bo'layotganini birinchi navbatda o'rganib chiqish lozim. Undan so'ng xususiy muammoni qo'yish, ya'ni o'zingizga tegishli bo'lgan o'sha jarayondagi muammoni qo'yishingiz, muammoni yechishiga erishish uchun maqsadlarni ketma-ketligini ifodalashingiz lozim. Hamda muammoni yoyish, eng oxirida muammoni yoyish, ya'ni bu muammoning rostdan muammoligi to'g'risidagi ma'lumotlar bo'yicha yoyishi va hal eta olishingiz lozim. Undan so'ng ilmiy ijodiy faoliyatda izlanishlarda muammoni izlash va tanlashda quyidagilarga e'tibor berish lozim. Ya'ni birinchisi, rejalashtirilgan tadqiqot natijalari asosida olinayotgan yangi qonuniyat yangi va ko'proq amaliy bahoga ega ekanligini aniqlash kabilar shular jumlasidandir. Ikkinchisi, rejalashtirilgan tadqiqot fanga va ta'lim-tarbiya rivojlanishiga aniq nimalar berishni anglash lozim. Undan so'ng ilmiy ijodiy izlanish jarayonida qo'yilgan muammoni yechmasdan belgilangan yo'nalishda ijodiy metodologiyasini, ijod texnologiyasini va ijod texnikasini yanada rivojlantirish hamda takomillashtirish mumkinligini ishchi farazda shakllantira olish eng asosiy ilmiy ijodiy faoliyatni izlanishdagi muammolarni izlash va tanlashda quyidagilar shularga e'tibor berishi lozim. Bugungi mavzumizni qismlari shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.